Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Urbat avgust atrofida pensiya bloklanadi. Pul tushmaydi. Jamg'arma 6 sababni aytdi degan gaplar ko'paydi. Bunday xabarni ko'rgan odam, ayniqsa pensiya bilan ro'zg'or tebratayotgan ota-onalarimiz tabiiyki xavotirga tushadi. Shuning uchun men hozir sizga oddiy tilda ortiqcha vahimasiz, lekin juda aniq qilib tushuntiraman. Qaysi holatda pensiya vaqtincha to'xtatilishi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, pensiyangiz bloklanib qolmasligi uchun bugundan nimalar qilish kerak? Bu ma'lumot hamma pensionerlarga, ularning farzandlariga, vasiylariga, bank kartasi orqali pensiya oladiganlarga va naqd pul oladiganlarga bevosita tegishli. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar ko'p oilalarning vaqtini, asabini va pulini saqlab qoladi. Men sizga ekspert sifatida amaliy yo'l yo'rib beraman. Shunchaki qo'rqitadigan gap emas, aynan nima qilish kerakligini aytaman. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini pochta orqali naqd shaklda olardi. Mahallada pochtachi kelardi, ro'yxat bo'yicha pul tarqatilardi. Odamning uyda bor yo'qligi, pasporti, imzosi asosida to'lov amalga oshirilardi. Agar pensioner bir oy ola olmasa, keyingi oy borib aniqlashtirardi. Ba'zi hollarda qarindoshi ishonchnoma bilan olib berardi. Tizim ko'proq qo'lda yuritilgani uchun ma'lumotlar kech yangilanardi. Xato aniqlanishi ham uzoq vaqt olardi. Hozir esa ko'p narsa elektron tizimga o'tdi. Pensiya jamg'armasi, banklar, FDO, migratsiya, soliq ish joylari va boshqa davlat bazalari o'zaro ma'lumot almashadi. Ya'ni davlat tizimi pensioner haqidagi ayrim ma'lumotlarni avtomatik tekshiradi. Masalan, odam tirikmi, vafot etganmi, chet elga uzoq muddatga ketganmi, qayta ishga kirganmi, doimiy yashash joyi o'zgarganmi, bank kartasida muammo bormi, hujjat muddati o'tmaganmi. Shuning uchun bugungi kunda bloklandi degan so'z ko'pincha abadiy bekor qilindi degani emas. Aksariyat holatda pensiya vaqtincha to'xtatiladi yoki to'lov ushlab turiladi. Sabab bartaraf etilsa, qayta tiklanadi. Endi Burbut avgust masalasiga kelsak, bunday sanalar ko'pincha to'lov jadvali, bank o'tkazmalari, tizimda tekshiruvlar yoki rasmiy ogohlantirishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin eng muhim jihat shuki, barcha pensionerlarning pensiyasi bir kunda ommaviy bloklanadi degan gapga ishonib ketish noto'g'ri. Tizim hammani emas, faqat ma'lumotda muammo chiqqan, hujjati tasdiqlanmagan, qonun bo'yicha to'lov sharti buzilgan yoki bank rekvizitida xato bo'lgan shaxslarni alohida ko'rib chiqadi. Men birinchi navbatda eng ko'p uchraydigan 6 sababni tushuntiraman. Aynan shu savollar pensiya to'lovi kechikishi, vaqtincha to'xtatilishi yoki odamlar tili bilan aytganda bloklanishiga olib kelishi mumkin. Birinchi sabab pensionerning shaxsini tasdiqlash bilan bog'liq muammo. Agar pensionerning pasporti yoki ID kartasi muddati o'tgan bo'lsa, ma'lumotlar bazasida familiya, ism, tug'ilgan sana, JSSH raqami noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bank yoki pensiya jamg'armasi to'lovni vaqtincha ushlab turishi mumkin. Masalan, To'g'ir ota 38 yoshda pensiyani bank kartasiga oladi. Eski pasportdagi ma'lumot bankda qolgan, lekin u yaqinda ID karta olgan. Bankdagi ma'lumot yangilanmagan. To'lov kuni kelganda tizim shaxs ma'lumoti mos emas deb ko'rsatadi. Bu holatda To'g'ir otaning pensiyasi bekor qilinmaydi. Lekin pul kartaga tushish kechikadi. U banka yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, ID karta ma'lumotlarini yangilasa to'lov tiklanadi. Ikkinchi sabab vafot etgan shaxs bo'yicha to'lovning davom etib ketmasligi uchun tekshiruv. Bu nozik mavzu, lekin ochiq aytish kerak. Ba'zi hollarda pensioner vafot etadi, lekin qarindoshlar bu haqda vaqtida xabar bermaydi yoki kartadagi puldan foydalanishda davom etadi. Davlat tizimlari FDO ma'lumotlari orqali buni aniqlaydi. Agar tizimda shaxs vafot etgani qayd etilgan bo'lsa, pensiya to'lovi to'xtatiladi. Bu adolatli, chunki pensiya faqat tirik pensionerning shaxsiy ta'minoti uchun beriladi. Masalan, bir pensioner oyiga 20 million 200 ming so'm pensiya olgan bo'lsa, vafotidan keyin 3 oy davomida karta ishlatilsa, bu 3 million 600 ming so'm noqonuniy foydalanilgan pul bo'lishi mumkin. Keyin bu summa qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining hujjatlarini to'g'ri yuritishi, bunday vaziyatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. Uchinchi sabab, pensioner chet elga uzoq muddatga ketgani yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot noaniqligi. Ba'zi pensiya turlari bo'yicha pensionerning doimiy yashash joyi mamlakatda bo'lishi, qayta ro'yxatdan o'tishi muhim bo'lishi mumkin. Masalan,
Mohira opa farzandlari yo'niga Rossiyaga eketsiz o'yga ketdi. Pensiya kartasiga tushib turdi, lekin bank kartasi ishlatilmayapti. Telefon raqami ham o'chgan. Mahalla yoki tegishli tashkilotlarda uning borligi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Tizimda shubhali holat paydo bo'lishi mumkin. Bu ham darhol pensiya olib qo'yildi degani emas. Lekin shaxs tirikligi huquqi va rekvizitlari tasdiqlanishi talab qilinadi. Chet elga ketgan pensionerlar oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z holati bo'yicha maslahat olishi kerak. 4-chi sabab pensiya oluvchi ishga kirgani, daromad turi o'zgargani yoki ayrim to'lovlar sharti o'zgargani. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlasa ham ko'p hollarda pensiya olishda davom etadi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar, imtiyozlar yoki maxsus holatlar bo'yicha ishga kirish rasmiy daromad paydo bo'lishi to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, nogironlik nafaqasi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki qo'shimcha moddiy yordamlar bor. Agar odam rasmiy ishga kirsa, soliq bazasida ish haqi ko'rinsa, lekin buni o'z vaqtida bildirmasa, keyin ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Masalan, bir fuqaro oyiga 900 ming so'm ijtimoiy nafaqa olib turib, keyin 3 million so'm oylik bilan ishga kiradi. Agar qonunda ushbu to'lov daromadga bog'langan bo'lsa, tizim buni aniqlaydi va to'lov to'xtashi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. 5-sabab bank kartasi. Hisob raqami yoki plastik karta bilan bog'liq texnik muammo. Ko'pchilik pensiyam bloklandi deydi. Aslida pensiya jamg'armasi pulni yuborgan bo'ladi. Lekin bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqam yopilgan, bank ilovasi cheklov bor. Telefon raqam egasi o'zgargan yoki karta firibgarlik xavfi tufayli vaqtincha to'xtatilgan bo'ladi. Masalan, Sodiq ota kartasini 3 yil oldin olgan. Karta muddati iyul oyida tugagan. Avgustda pensiya kelishi kerak, lekin karta faol emas. Bank tizimi pulni qabul qilmaydi yoki qaytaradi. Ota esa jamg'arma pensiyani bloklabdi deb o'ylaydi. Aslida u bankka borib kartani yangilashi kerak. Shuning uchun kartaning amal qilish muddati, SMS xabar ulangan raqam, PIN kod. Karta egasi ma'lumoti doim tekshirilishi kerak. 6-sabab hujjatlar, ariza yoki qayta tekshiruv bo'yicha talab bajarilmagani. Ayrim pensionerlar yoki nafaqa oluvchilar ma'lum muddatlarda hujjat topshirishi kerak bo'ladi. Masalan, o'qiyotgan farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, uning o'qiyotgani haqidagi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bilan bog'liq to'lovlarda tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi muhim. Vasiylik orqali pul olayotganlarda vasiylik hujjatlari yangilanishi mumkin. Agar hujjat topshirilmasa, tizim to'lovni avtomatik davom ettirmasligi mumkin. Masalan, 15 yoshdan oshgan talaba boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtaydi. Keyin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib borilsa, huquq saqlangan bo'lsa, to'lov qayta tiklanadi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, hech qanday qo'shimcha tekshiruv haqida sizga xabar kelmagan bo'lsa, siz har oy pensiyangizni odatdagidek olgan bo'lsangiz, ortiqcha vahimaga tushmang. Barcha pensionerlarning pensiyasi bir kunda sababsiz bloklanmaydi. Tizimda sabab bo'lmasa, to'lov davom etaveradi. Kimlar albatta tekshirishi kerak? Birinchidan, kartasi muddati tugayotganlar. Ikkinchidan, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Uchinchidan, chet elga uzoq muddatga ketgan yoki ketmoqchi bo'lganlar. To'rtinchidan, pensiyani ishonchnoma orqali oldirayotganlar. Beshinchidan, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy nafaqa kabi hujjatga bog'liq to'lov oluvchilar. Oltinchidan, bankdan SMS kelmay qolgan, karta ishlamayotgan, ilovaga kira olmayotgan pensionerlar yoki ularning farzandlari. Men amaliyotda ko'p ko'rgan birinchi nozik jihat. Karta ishlayapti degani har doim pensiya keladi degani emas. Karta bilan do'konda to'lov qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin bankdagi shaxsiy ma'lumot eskirgan bo'lishi mumkin. Masalan, pasport yangilangan, lekin bankda eski seriya va raqam turibdi. Bank ayrim operatsiyalarni cheklashi mumkin. Shuning uchun karta faol ko'rinsa ham ma'lumotlar yangiligi muhim. Ikkinchi nozik jihat ishonchnoma muddati. Ko'p farzandlar ota-onasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati tugasa bank yoki pochta pul bermaydi. Ba'zan farzand kecha olib yurardim-ku, bugun nega bermayapti deydi. Chunki hujjat muddati tugagan.
Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish, qonuniy vakillikni rasmiylashtirish yoki bank bilan uyda xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini so'rash kerak. Uchinchi nozik jihat. Pensioner kasalxonada, yotoqda yoki telefon ishlatmaydigan holatda bo'lsa, tizim ba'zan pensionerning shaxsan mavjudligini aniqlashga ehtiyoj sezadi. Bu ayniqsa pulni boshqa odam olayotgan holatlarda muhim. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, farzandlar onam kasal, otam yura olmaydi deb og'zaki aytish bilan cheklanmaslik kerak. Tibbiy ma'lumotnoma, vasiylik hujjati, ishonchnoma yoki bankning masofaviy xizmat tartibini rasmiylashtirish kerak. 4-chi nozik jihat, ortiqcha to'langan pul keyin qaytariladi. Ba'zi odamlar tushib turibdi-ku, demak menikidir deb o'ylaydi. Yo'q, agar to'lov xato, huquq tuganidan keyin yoki noto'g'ri ma'lumot asosida tushgan bo'lsa, keyin davlat organi uni qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, bir talaba kunduzgi o'qishni tark etdi, lekin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yana 5 oy tushdi. Har oy 700 ming so'mdan bo'lsa, 3 million 500 ming so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Keyin bu pulni birdan qaytarish oilaga og'ir bo'ladi. Shuning uchun holat o'zgarsa, darhol xabar berish eng to'g'ri yo'l. 5-chi nozik jihat, mahalla, bank va pensiya jamg'armasi vazifasi har xil. Odamlar ko'pincha bir joyga borib, hamma masala hal bo'lishini kutadi. Agar karta muammosi bo'lsa, bank hal qiladi. Agar pensiya tayinlanishi yoki to'xtatilishi sababi bo'lsa, pensiya jamg'armasi tushuntiradi. Agar ijtimoiy yordam, yashash holati, kam ta'minlanganlik bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi aloqador bo'lishi mumkin. Shuning uchun muammoni to'g'ri joyga olib borish kerak. 6-chi nozik jihat, telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonmang. Firibgarlar aynan shunday mavzulardan foydalanadi. Pensiyangiz bloklanmasligi uchun karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring. 10 avgustgacha tasdiqlamasangiz pulingiz kuyadigan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kod, karta PIN kodi, bank ilovasi paroli, pasport rasmini begona odamga yubormang. Pensiya jamg'armasi yoki bank sizdan PIN kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin bank filialiga boring. 7-chi jihat, to'lov kuni kechikishi har doim blok degani emas. Ba'zan banklararo o'tkazma, dam olish kuni, texnik profilaktika. To'lov jadvali sabab 1-2 kun farq bo'lishi mumkin. Agar qo'shningizga tushib, sizga tushmagan bo'lsa, darhol vahima qilmang, lekin tekshirishni boshlang. Birinchi bank ilovasini tekshiring, keyin bankka qo'ng'iroq qiling. So'ng pensiya jamg'armasidan sababini aniqlang. Endi eng muhim qism pensiya bloklanib qolmasligi yoki kechikmasligi uchun aniq qadamlar. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartaning amal qilish muddati o'tmaganmi? Familiya ism to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSS raqami bank va boshqa hujjatlarda mosmi? Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotlaringizni yangilang. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, bank kartasi, telefon raqamingizni olib boring. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabar ishlayaptimi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Bank ilovasiga kira olasizmi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta chiqaring. Pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan qonuniy vakil orqali xizmat ko'rsatish tartibini so'rang. Hech qachon kartani, PIN kodini va SMS kodini begona odamga bermang. 3-qadam, pensiya turi bo'yicha hujjat talab qilinadimi? Aniqlang. Yoshga doir oddiy pensiya olayotgan odam bilan nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy nafaqa oluvchining talablari bir xil emas. Agar siz nogironlik asosida to'lov olsangiz, tibbiy xulosa muddati qachongacha ekanini biling. Agar farzandingiz o'qish sabab pensiya olayotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki elektron tasdiq kerakmi? Shuni oldindan aniqlang. 4-qadam, yashash joyi va aloqa ma'lumotini yangilang. Ko'chib o'tgan bo'lsangiz, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank va tegishli tashkilotlarda yangilang. Ko'p muammolar aynan odamga xabar yetib bormagan uchun kattalashadi. 5-qadam. Agar pensiya tushmasa, qanday harakat qilishni biling. Avval bankdan hisob raqamga pul kelgan-kelmaganini so'rang. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar bank pul kelgan, lekin karta muammoli desa, bank muammoni hal qiladi. Murojaatga borganda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi, telefon raqami. Ishonchnoma bo'lsa, asl nusxasi yoki notarial tasdiqlangan nusxasini olib boring.
6 qadam yozma murojaat qiling. Og'zaki gap ba'zan esdan chiqadi. Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. Murojaatda shunday yozish mumkin. Men falonchi pensiya to'lovim falon oyda kelmagani sababli to'lovning to'xtatilish yoki kechikish sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, agar hujjat yoki ma'lumot yetishmasa, ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Sana, telefon raqam, imzo qo'ying. Shunda sizga aniq javob berishlari kerak bo'ladi. 7-qadam, ortiqcha to'lov xavfini yashirmang. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, agar talaba o'qishni tashlagan bo'lsa, agar nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa, agar nafaqa olish sharti o'zgargan bo'lsa, balki bilinmas deb yurmaslik kerak. Bunday holatlar elektron bazalarda baribir chiqadi. Vaqtida xabar berish keyingi qarzdorlik va sudlashishning oldini oladi. 8-qadam, yolg'on xabarlarni tekshiring. Internetda hammaning pensiyasi bloklanadi, faqat bugun tasdiqlash kerak. Kartangizni yuboring degan xabar ko'rsangiz, darhol qarindoshlaringizga yuborib vahima qilmang. Avval rasmiy manbani tekshiring, pensiya jamg'armasi yoki bankning rasmiy kanallariga qarang, Binbik debit yoki tegishli ishonch telefonlari. Mahalliy bo'limlar orqali aniqlashtiring. Eng muhimi, SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Demak, Urduch Avgust degan sana atrofdagi gaplardan qo'rqib ketish shart emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensiya odatda 6 ta asosiy sabab bilan vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Shaxsiy hujjatdagi muammo, vafot yoki noto'g'ri to'lovni aniqlash, chet elda uzoq bo'lish yoki yashash joyini aniqligi. Ish va daromad holatining o'zgarishi, bank kartasi muammosi hamda zarur hujjat yoki tasdiqning vaqtida topshirilmagani. Men sizga tavsiya qilaman bugunoq pasportingizni, kartangizni, telefon raqamingizni va pensiya turiga bog'liq hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Bir marta bankka yoki pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotni yangilash keyinchalik bir oy pensiyasiz qolishdan ancha oson. Sizning hududingizda pensiya kechikkanmi? Bank kartasi bilan muammo bo'lganmi? Pensiya jamg'armasidan qanday javob olgansiz? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.